O'z ona tilini chuqur bilgan inson o'zga tillarni ham o'rgansa, xalqlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy do'stlik rishtalariga munosib hissa qo'sha oladi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti turizm fakultetining nemis tili kafedrasi o'qituvchisi Zera Shabidinova universitetda talabalarga xorijiy tillarni o'rgatishda olib borilayotgan vazifalar haqida shunday to'xtaladi. Prezident farmon va qarorlari asosida o'qituvchilarning mehnat sharoiti yaxshilanmoqda. Moddiy rag'batlantirish tizimi kuchaytirilgan. Ustozlarning malakasi oshirish uchun respublika va xorijiy davlatlarda maxsus kurslar tashkil etilmoqda. Nemis tili o'qitish metodikasi bugungi kunda zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlanmoqda. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalar, kommunikativ yondashuv hamda kompetensiyaviy model asosida darslar tashkil etilmoqda. Nemis tili nafaqat oliy ta'lim muassasalarida hamda maktab va litseylarda o'qitilmoqda. Shu bilan birga respublika bo'ylab nemis tili o'qituvchilarining malakasi oshirish kurslari tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Nemis tili sohasida leksikologiya, grammatika, tarjima nazariyasi, madaniyatlararo kommunikatsiya va til o'qitish metodikasi yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayniqsa turizm, iqtisodiyot va texnika sohalarida professional nemis tili o'qitishga oid ilmiy ishlar ko'paygan. Ko'plab universitetlarda magistr va doktorantlar bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. O'zbekistondagi Germaniya Federativ Respublika elchixonasi va Goethe instituti bilan hamkorlik samarali yo'lga qo'yilgan. Shu tashkilotlar orqali nemis tili o'qituvchilar uchun har xil seminarlar, malaka oshirish kurslari, treninglar tashkil etilmoqda. Shuningdek, zamonaviy o'quv adabiyotlari, multimedia resurslari va sertifikat dasturlari bilan institutlar ta'minlamoqda. O'zbekistonlik talabalar va o'qituvchilar Germaniyaning yetakchi universitetlari hamda ta'lim markazlarida stajirovkalar o'tash imkoniyatiga ega. Bu dasturlar Goethe institut hamda DAD, German akadem almashuv xizmati va boshqa tashkilotlar orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, ko'plab universitetlarda Germaniya bilan qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yilgan. Azizlar, siz O'zbekiston radio kanalida Ziyo maskanlarida eshittirishini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Dasturlarimiz davom etadi.